Kim kameraga olyapti? Assalomu alaykum. Sizmi? Nima qilish kerak? Ma'lumot bo'ldi aka. Ma'lumot berib beramiz. Qani unda boshladik. Hammaga assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Yana men sizlar bilan Sotvoldi deb Azizbek. Men bugun yana sizlarga bir foydali ma'lumot berib o'taman. Bu ma'lumotlarimiz kimgadir manfaatli va foydali bo'lib turgan bo'lsa, men buni juda ham xursandman. Men bugun sizlarga zaytun yog'ida ma'lumot berib o'taman. Zaytun yog'ida batafsil ma'lumotlar berib o'taman. Hammamiz bilamizki, zaytun yog'ini zaytunlarning asosiy ishlab chiqarilgan joyi, zaytunlarning vatani Turkiya hisoblanadi. Men ham aynan Turkiyadan Po'lat Alemdardi mahallasidan, uni ukasidan yoki o'g'limi deyishdi, o'shani mahallasidan olib kelganman. Aynan Po'lat Alemdardi mahallasidan. Albatta hazil. Xo'p, zaytun yog'i o'zi nima? Zaytun yog'i o'zi nima? Qanday holatlarda ichiladi degan savollarga men sizlarga hozir javob berib o'taman. Zaytun yog'i tarkibida to'yinmagan yog' kislotalari, olein kislotasi bor. Bu inson organizmidagi xolesterinni parchalaydi, qon tomirlar devorini mustahkamlaydi, kishining umumiy sog'lig'ini tiklaydi, turli kasalliklarga shifo bo'ladi. Xo'p, zaytundagi limon kislotasi tanadagi jarohatlarning tez bitishiga va ko'zning ravshanlanishiga yordam beradi. Yurak kasalliklari, falaj, infarktni oldini oladi va ularni samarali davolashda foyda beradi. Arterial qon tomirlarini egiluvchan qiladi, ya'ni elastik qiladi. Xo'p, sistolik, diastolik qon bosimini pasaytiradi. Qondagi xolesterin miqdorini kamaytiradi. Uni me'yorda ushlab turadi. Ovqat hazm qilish a'zolariga ham juda katta foydasi bor. Oshqozon ichaklari, oshqozon osti bezi, hop, jigar faoliyatini yaxshilaydi. Hop, oshqozon 12 barmoq ichaklariga ham, ichakdagi yaralarga ham shifo bo'ladi. Ichni ravon keltiradi, ya'ni ichingiz doim ravon keladi. Organizmni yosharishga yordam beradi. Zaytun yog'ini har kuni iste'mol qilish yurak qon tomir tizimidagi stenokardiya, infarkt, saraton, xususan ayollardagi ko'krak saratoni, qandli diabet, semirish kasalliklarini xavfini kamaytiradi. Ya'ni buni vazni ko'plar ham, kattalar ham ichsa bo'lar ekan, vaznni kamaytirib beradi, ancha yog'lar teradi tanadagi. Hop, zaytun yog'i tarkibida moddalar qondagi zaharli xolesterinlarni trigliserid miqdorida oshirib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni trigliserid miqdorida oshib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Suyakni ham mustahkamlaydi. Yurak arterial qon bosimini ham me'yorlashtiradi. Bavosil, ya'ni gemoroy kasalligi ham ancha effekti yaxshi. Ruhiy kasalliklarni ham oldini oladi. Jumladan, tushkunlikni bartaraf etadi. Chunki zaytun yog'i insonni ruhan barqaror qiladi. Qarilikni sekinlashtiradi. Ya'ni ko'proq umr beradi. Yaratgan izm bilan ko'proq umrni ham uzaytiradi. Zaytun yog'i teriga surtilsa, uni chiroyli qiladi. Zaytun yog'i labga va qovoqlarga surtkab turilsa, labni chiroyli qiladi va qovoqlarni va ko'zni ravshan ko'rishda, ko'zlarni quvvatlantirishda yordam beradi. Soch tirnoq o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sochlarni mustahkam etuvchan qiladi. Ya'ni buning uchun zaytun yog'ini iste'mol qilish bilan birga sochlarga surkab turish kerak. Terini tozalaydi, uning chiroyini ochadi. O'tkir quruq terini muloyim qiladi. Zaytun yog'i ovozni mayin qiladi. Tish va mulklarni mustahkamlaydi. Umumiy qilib aytganda, zaytun yog'i organizmning barcha tana a'zolariga samarali yordam beradi va organizmni ancha yoshartiradi. Siz masalan 1-2 yil yo 3-4 yil davomida yursangiz, shuncha 4 yil yoki 5 yilga yosharib yurasiz. Ya'ni organizm yosharadi va yuragingiz baquvvat bo'lar ekan. Shunga men zaytun yog'ini sizlarga maslahat beraman. Aynan shunisidan, Turkiyasidan yoki kattasidan olsangiz ham bo'laradi. Zaytun yog'i eng yaxshi shifobaxsh yog'lardan biri ekan. Hammaga sog'liq tilagan holda bugungi videomizni ham tugatamiz. Hammaga rahmat.